yerda umid qilmayapsizmi ochko olishimizga Portugaliyadanmi? Endi obyektiv oladigan bo'lsak, bir qanaqadir vaziyatlar bo'lib qoladi-yu, Ronaldo erkalik qilib qizil olib qolsa, shu kuchliroq-da endi. Haligi siz aytgan Kolumbiyaga keltirgan nimangiz bor-ku, ya'ni agar ular bizni mensimasa demoqchisiz-da, yoki mensimas emas, kamroq hisoblasa kuchimizni va ular g'olib sifatida maydonga tushsa, Portugaliyada bundan narsa ko'proq bo'lmaydimi? Ya'ni ular bizga nisbatan. Portugaliya shunaqa holatida ham ijrochilar o'ta kuchli-da. Ko'pchilik Ronaldo butun fokus Ronaldoga qaratildi-yu, lekin bugungi Portugaliya terma jamoasi Ronaldosiz ham kuchli ekanligini e'tirof etish kerak. Portugaliyani juda ko'p odamlar nihoyat endi chempion bo'ladi deyishyapti-da, misol uchun. Shuning uchun men obyektiv qaragan holda bizani ikkita raqibimiz Kolumbiya bilan boyagi 3-lik g'olibi deb o'ylayman. Portugaliyadan ochko olishga hamma ish qilib ko'ramiz, baribir shu Cannavaro ham shunga reja qiladi, yopiq avtobus qo'yamizmi, nima qilib bo'lsa ham durang sug'urib olishga intilamiz, lekin real cho'ntagimizdagi ochko 4 ochko bo'lish kerak.